Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabında biz gusül taharet münasebetli derslerde okulayotgan. Bugünkü bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh gusül bilen taharetni ayrım yani biraz vaqt farqlandirsa arlıqda bulamdı bulmamda bunun hükmü qandaq buldu degan mezmunda to'xtalmoqchi. Biz tafsilotni hadisning o'zini ko'raylik. Ammo Abdullah ibn Umardan rivoyat qilingan bir mazmunda Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu tarixni qurib bo'lgandan keyin putini ayrim bir ahvolda yo'g'onligi rivoyatlarda bayon qilingan. Bu masala qandoq degan vaqtida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bozorda tarat olgan. Mesela hazırki Mescid-i Nebevi'ninki g'arbiy tarafda bir bozor var. Yaqinda chiqib o'tdi o bozorni. Asli kona Peygamber sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan vaqtida ta'sis qilgan bir bozor. Ayni vaqtida Madinada Yahudilarning bozorlari bor edi. Iqtisodiy jihatdan monopollikdan qutulish uchun Peygamber sallallohu alayhi vasallam masjidning bir tarafiga mazar, bir tarafiga bozor shakllantirgan. Yani Müslümanlarınki her cihetin güçlük, müstakil bo'lishini, hür bo'lishini arzu qilganda, hem sahabeler bu yerda o'zining turlik savdo setiqlarini, faaliyatlarini elib bordi. Hem Abdullah ibn Ömer şu insan bo'lgan ekan, cho'qim rizq bilan, shu iqtisod bilan yashash bo'lmaydi. Abdullah ibn Ömer şu bozorda bir kursi tarat ilib, şu tarat ilayotgan paytda o'z qo'llarini boshlariga masih qilibdi-yu, ammo putuqtig'i mesih qilmabdi yoki putni yumabdi. Shu orliqda bir jinozamiz keldi. Biraylar o'lib ketibdi degandan keyin darhol bozorda masjid keldi bu odam. Masjid kelganingizda ondan o'tkiga mesih qilib, ondan bu yerda meyit namozni o'qigan. Endi Abdullah ibn Umarning tarat olgan bozor bilan payg'ambar masjidningki orliqi taxminan 7-8 minut 10 minutlik yol. Hazırki paytlarda mesela bir daire kirib ketken bilen burun bunu egirip tügürüp bağ bilen koç bilen mağda bu taxminen yani 1 kilometre kemmeydi ama 500 metreden kem emas. Yani 1 kilometre yakın kep kaldığı rayon bu hamda. 1 kilometrelik dairede taratni ile putunu jumğan aletde 1 kilometrelik dairede kelgendiğin keyin andın qalğan taratni aygını toluqlagan. Bu arlıqda bu çoxum bu bedellerinin jugayyaları, putqulları başlar meseleleri kurpuludu. Yani bir ağırlık bu bir yerde. Demek Abdullah ibn Ömer'nin nazarda taratninki arsını asal farqlandirib vaqt farqi bilan asıl durust deydigan qarashda bo'z kerak. Ama İmam Buxoriyning nazarda bu yerda bir adam junub bo'lib qopti, junub bo'lgan adam avval tarat ilib, uning yog'i endi yuyinadi. Mush orliqda mushu tahorat bilan yuyinishning orliqini ayrim farqlantirib, os bo'lamdi, bo'lmamdi, cho'qim paydinpay taratni olgan payt yuyinish kerakmi degan masalada Imom Buxoriyning nazarida miyada bu durust degan qarashni yoqlamoqchi. Bu ishni Abdullah ibn Umarninki tövendiki qilmish orqali kuchlantiryapti Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu yerda. Bu masalada ko'pligan ulamolar durust deb qaragan. Endi g'usl bilan tahoratning orasida ma'lum vaqt o'tsa, bu kerak yo'q degan qarashni nurg'un ulamolar bu qarashda yoqlab kuchlantirgan. Jumladan Imom Shofiy rahmatullohi alayhi, Sufyan as-Savri deymiz, Imom Abu Hanif rahmatullohi alayhi deymiz. Ammo bir qism ulamolar yo'q. Buna qis bo'lmaydi. Cho'qim agar buna qilib qolgan odam tahoratni g'uslini qayta elish kerak deb qaragan. Bu Imom Malikniki bir qarashi. Ammo yana bir qarashdikilar tahorat olgan vaqtida cho'qim paydinpay a'zolar orasida vaqt qo'ymaslik kerak. Ammo g'uslida bu qanday qilsa bo'ladi deb qaragan. Bumi Imom Ahmadniki bir qarashi deb ta'kidlangan. Bu jihatdan nurg'un ulamolarniki o'ziga loyiq bir dalil isbotlari bor. Buni fiqh kitoblarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Ammo Ibn Usaymin rahmatullohi alayhiniki nazar bo'yicha bu taratda bu paydinpay orqa tarat ilishni a'zolar orasida
vaqtni uzartmay ilishni bu adam shartiga asosan kuchlantirgan. Çünkü bu taharet ibadeti bir yerde bir bütün ibadet. Bu bir bütün ibadetini ayrım vaqt farqlantirishga bo'lmaydi. Mesela qo'lini soat 1'da yuvib, putini soat 2'da yuvib, beshiq masih qilgan vaqtida 3'da masih qilsa bu toza taharetning bu ibodatniki illatiga toza uyg'un emas degan qarashni yoqlash orqali paydin-pay orqa taharet olgan vaqtida mush a'zolar orasini yuvishni ta'kidlantirgan. Hatta buni masalan şu mesela bir yer paydin-pay degani qanday tushunamiz degan vaqtida dastlabki yuvgan a'zo normal bek issiqmi bo'lmagan shamolim chiqmagan normal havoda butun jipoqchilik dastlabki yuvgan a'zo qurmasa mana shu paydin-pay olgan bo'ldi deb bu yerda bu prinsipni bekitgan. Ammo hamda ba'zida taharat ilayotgan shu o'ttirdik paytlarda taharatga aloqador bo'lgan nijosatni yuydigan masalan bunda avval duch kelib qoldi. Shu nijosatni yumsa shu taharat komil bo'lmaydi. Bu ahvolda dastlabki yuvgan a'zo qurib bo'lsa kerak yo'q. Chunki bu shu taharatniki oyog'i va davomi deb bu qarashni yoqlagan. Endi biz hadisniki o'ziga konkret kirsak bu 265 numaralı hadis İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Muhammad ibn Mahbub degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi İmam Buxoriyniki büyük ustozlaridan 223-yili o'lib ketganligi tarix kitoblarida xotirlangan. O'zi Basrlik büyük muhaddislardan belki Mahbub deganning laqami asli ismi Hasan edi deyilgan bu kishiniki. Bu kishi haqidagi ma'lumotlar faqat mushunchalik. Endi bu adam deydi bizga Abdulvahid hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdulvahid ibn Ziyad al-Basri degan kishi boshda o'tgan bu kishi. Bu adam deydi bizga Amash Salim ibn Abil Ja'ddan, bu kishi Quraybdan. Bu Qurayb degan Abdullah ibn Abbosniki odatkor desa. Bu kishi ustozi Abdullah ibn Abbosdan rivoyat qilib shu kishi deydi Maymuna onamiz shundoq degan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga yuyindigan suv quyib qo'ygan edim deydi. Qo'liga suvdan azroq quydi deydi. Quygandan keyin ikki qo'lini 2 qitim atrofida yuvgan bo'lsa kerak. Ondan o'ng qo'li bilan so'l qo'liga suv quyib, o'zining jinsiy a'zolarini so'l qo'lida yuvdi. Ondan qo'lini yerga, tuproqqa sürtüp, ağzını yuyup, ondan ağzını chaqab, ondan burnini chaqab, ondan o'zini yuvib, qo'lini yuvib, beshini 3 qitim yuvib, ondan badallariga suv mang'izib, oxiri shu g'usl qilayotgan joydan yo'tkilib boshqa joyga 2 putini yuvgan edi deb bu rivoyatni bayon qilgan. Bu hadis boshda o'tdi. Demakchi bo'lganda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh müşahada taharat olgan joy bilan g'usl qilgan joyninki orliqi bor. O'rin va vaqt jihatdan. Mushni hamda mush farqlantirsa bo'ladi degan dalil isbotga mush hadisni qaytib bu yerda takror kelgan bo'lishi mumkin. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.